Bilim soyasi tushgan vodiydan o'tar ekanman. Hayotimga nazar solib unda hech vaqt qolmaganini ko'raman. Chunki shunchalik uzoq vaqt bu o'yin ichida bo'ldim. Hatto onam ham aqldan ozgan deb o'ylaydi. Lekin men loyiq bo'lmagan biror kimsaning yo'lini kesmadim. Menga past nazar bilan qarashlariga yo'l qo'ymaganman. Gapirayotgan tilingga va bosayotgan qadamingga ehtiyot bo'l. Aqsolda sen va choralaring yerga qulaysizlar. Ta'limni chiqarishni yomon ko'raman, lekin majburman. Pistolet tutunida o'z aksimni ko'rayotgandekman. Ahmoq men, yosh bolalar havas qiladigan o'sha avtoritetman. Tungi ko'chalarida fonus nuri ostida tiz cho'kib duo qilaman. Ularning butun umri o'tmoqda, ko'cha hayotida yashab. Ularning butun umri o'tmoqda, ko'cha hayotida yashab. Bizning ham umrimiz o'tmoqda, ko'cha hayotida yashab. Bizning ham umrimiz o'tmoqda, ko'cha hayotida yashab. Meni rovaro qilishgan vaziyatga qara, normal hayot kechirolmayman. Chunki ko'cha tarbiyasini olganman. Shuning uchun o'z mahallamga sodiq bo'lishim kerak. Televizor ko'p ko'rganimdan xayollar ketidan quvdim men. Qo'lida qurol, xayolida pul bo'lgan o'qimishli ahmoqman. Ko'zlarimda chaqnoq, qo'limda o'nlik to'pponcha. Men ko'chaning odamiman, g'azabimni qo'zg'atmagin. Do'stlarim hamisha tayyor, asabimga tegmagin. Ahmoq olim, bu shunchaki yurak urishining to'xtashi. Hayotim yo o'lim yo qolish nima ham derdim. Hozir Bangladeshdani ko'rmakomni ko'raman. İşler bunday ketishida bilmadim. Ko'prik aytingchi, nega biz ko'rmayotgan ko'rlarimiz? Biz huzur berayotganlar bu siz va bizmiz-ku. Kuch va pul, pul va kuch, minutma minut, soatma soat, hamma qayergadir chopadi, lekin yarmi qayoqqa tetayotganini bilmaydi. O'shonada bir nimalar pishayapti, lekin nimaligini bilmayman. Ular o'rganishing kerak deyishadi, lekin o'rgatgan hech kim yo'q. Agar ular tushunmasa, menga qanday yetib kelishadi? O'ylaymanki, buni uddalay olishmaydi, xo'rlashmadi ham. Shuning uchun bilamanki, hayotimda omadi yo'q. Ahmoq aytingchi, nega biz ko'rmayapmiz?